Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali obunachilari. Sog' salomat qolmay yuribsizlarmi? Istashga jarayonlarimizni boshladik, xudo xolasa mana. Bundan keyin shkaturka uriladi. Atves tashlab, padmayga chiqarib beramiz deyapti ustalarimiz. Ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerga mana dimoxat qo'yilgan. Oldin ham bir video qilib tashladim sizlarga. Tay xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Mana vadindaga olingan. Chatti qilib как положено bo'lgan. Ustidan yana mana bir g'ish qatori qilib 5 sm yana quyiladi. Buni to'pla-po'l qilib turib, keyin xonalarimizni yana steshga qilamiz. Hozir birinchi sloy bo'ldi bu. Ustidan yana 5 sm yuriladi. Xudo xolasa, nasib bo'lsa, inshaalloh yorug' yuz bilan topshiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Mana xonalarimizga mana bunday qilib birinchi pona berib, keyin mix qoqilar ekan. Mana yaqindan ko'rsataylik. Mana mix beton bilan baravar beton vadinlarga qo'yilgan hammasi. Hamma xonalar shunday qilingan. Ustalarimiz mana jarayonlarni ko'rsatib o'tamiz. Hozir ponalarni qoqib, jilkalarni tortib chiqishmoqda. Mana jilkalarimiz ish jarayoni. Usta bu hormang. Assalomu alaykum. Charchamasizmi? Obunachilarimizga narx-navolar qiziq bo'lyapti. Qozog'istonda 1 kvadrat steshga qancha narxi? Shuni aytib o'tsangiz. 1,5 mingdan bo'lyapti. Bir bundoq qo'yishi. 2 so'ya bo'lsa 3 ming bo'ladi. Xo'sh. 3 ming tangadan qo'yamiz. Shikatorkamiz 1,5 ming kvadratga. kvadratga. Kimga qiziq bo'lsa, sizlar bemalol kant nimamizga yozib bering. Obunachilarimiz vaqtimiz bo'lganda o'qib javob qaytarishga harakat qilamiz azizlar. Mana xonalarimizni avval video qilgan edik. Mana shu xonalarimiz hammasi steshga bo'ladi, 2 sloy bo'ladi, aytib o'tdim. Hammasi to'pla bo'ladi bular. Bundan keyin 2 sloy quyiladi. Xonalarni to'liq to'pog'ini olib chiqdik 5 sm dan qilib. Mana jilkalar tortilgan, 4 tomonga 4 burchak qilib tortib. Keyin o'rtasiga har 60 sm ga jilka tortib steshga quyiladi. Va keyin shkaturkamizni boshlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Hammani topganiga Alloh o'z barakalarini bersin. Musofirda yurgan aka-ukalarimizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Oila barlariga eson-omon qaytsin. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Kanalimizda yangi bo'lganlar obuna bo'lishni unutmang. Endi bundan buyog'iga yangi videolar chiqarib boramiz azizlar. Mana bu yerda katta ustomiz mana urvinga qo'yib chiqibdilar hammasini. Usta bu hormay charchamayapsizmi? Ishlar bilan. Bor bo'ling. Sog'liq qanday bo'lyapti? Как положено urvinga ishlanyapti bu. Hech qanday aldam yo'q bu yerga. Hammasi rostakamiga va halol. Halol kasbga Alloh o'z barakalarini beradi. Xayr, sog' salomat bo'linglar, charchamanglar, bizni kuzatishda davom eting. Kun davomida yangi videolar bizdan.